Bismillah. Assalomu alaykum. Demak, bugun alkanlarni olinishini o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, demak, birinchi usul Bertlow reaksiyasi. Bu qanday reaksiya? Bertlow reaksiyasida uglerod disulfidiga vodorod sulfid va misni ta'sir ettirib, metan va mis 1 sulfidlarini olinadi. Mana ko'rib turgan reaksiyangiz shu Bertlow reaksiyasi hisoblanadi. Bu birinchi usul. Hop, alkanlarni olinishi ikkinchi usul, bu eng mashhur usullardan biri bo'lib, Viurs reaksiyasi. Mana shuni ta'kidlab o'tish kerak, Viurs reaksiyasi orqali metandan boshqa barcha alkanlarni olish mumkin. Ya'ni eng kichik olishimiz mumkin bo'lgan alkan bu etan hisoblanadi. Hop, Viurs reaksiyasi qanday reaksiya? Ushbu reaksiyada alkil monogalogenidlarga aktiv metallar ta'sir ettirish orqali alkanlarni olish mumkin. Hozir sizlar bilan etanni olinishini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi usulni ko'rdik, Bertlow. Hop, ikkinchi usulimiz demak Viurs. Mana bu CH3 metil, bu galogen esa xlor demak, metil xlorid. Metil xloridga qo'shamiz aktiv metal natriyni va yana xuddi shu moddani o'zi ta'sir etadi, faqat xlordan boshlab yozib olamiz. Xlor CH3. Ana shu ko'rinishda. Xo'p, mexanizm qanday ketadi? Mexanizm, demak, mana bu yerdan uziladi. Ana shu holatda har bir xlorga bittadan natriy, umumiy hisobda 2 ta natriy kerak. CH3, mana bu bog'ning yarmi, bu yerda ham CH3. Demak, hosil bo'lyapti 2 molekula natriy xlorid. Mana bu yerda etan hosil bo'ldi. Kelinglar endi propanni ham olish mumkinmi? Propanda 3 ta uglerod bor. Demak, qaysi alkil galogenidlarni qo'shamiz? Birinchisiga metil anabromni olaylik, galogen plus natriy. Qarang, metil bramid. Bizga propan hosil bo'lishi kerak. Bitta uglerod bor. Yana nechta uglerod zarur? Albatta 2 ta. Demak, 2 ta uglerod saqlagan radikal brom. Mana bu tarzda ham yozish mumkin yoki qulayroq bo'lishi uchun agar brom mana bu tomonda bo'lganda yuqoridagi holatda ko'rinishga kelishi mumkin edi. Hozirchi mana bunday va bu brom. Natriy ikkala bromni ham o'ziga biriktirib oladi. 2 mol natriy kerak. CH3, CH2, CH3. Ya'ni biz xohlagan propan kelib chiqdi. CH3, CH2, CH3 plus qo'shimcha mahsulot nima bo'ladi? Qo'shimcha mahsulot yuqorida natriy xlorid chiqdi. Pastda ham natriy xlorid chiqadimi? Yo'q, bunda natriy bramid hosil bo'ladi. Sababi bizda alkil galogenidimiz tarkibida brom galogeni ishtirok etgan. Demak, natriy bramiddan 2 molekula hosil bo'ladi. Mana shunday. Bu usul orqali yuqorida aytib o'tganimizdek metandan boshqa barcha alkanlarni olish mumkin. Endi bu usulni mustahkamlash uchun siz mustaqil ravishda butanni, pentanni, geksanni va hokazo qolgan alkanlarni ham olib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shu usul orqali hosil qilish, sintez qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, alkanlarni olinishi 3-usul. Alkil galogenidlarni gidrogenlash. Hurmatli o'quvchi, gidrogenlash nima? Gidrogenlash bu vodorod ta'sir ettirish. Ma'lumot sifatida aytib ketamiz, agar degidrogenlash deyiladigan bo'lsa, bu vodorodni chiqarib yuborish bo'ladi. Hozirgi usulimiz, ya'ni 3-usul, alkil galogenidni gidrogenlash orqali alkanlarni hosil qilamiz. Alkil galogenid nima desa, bu alkanlardan hosil bo'lgan radikal va galogenni birikishidan hosil bo'lgan modda. Demak, 3-usulni o'rganishni boshlaymiz. Mana metil xlorid plus vodorod.
alkil monogalaginidimiz metil xlorid mana bunga vodorod ta'sir ettiradigan bo'lsak, bizda vodorod atomi ikkita, buni bittasi radikalga bog'lanadi. Ya'ni CH uchimiz nimaga aylanadi? CH4 ga plus bitta vodorod qoldimi? Xlor bilan qo'shilib vodorod xloridni hosil qiladi. Keling yana bitta misol ko'ramiz. Bu moddaning nomi pentil xlorid. Unga vodorod qo'shyapmiz. Qaysi alkan chiqadi? Albatta pentan hosil bo'ladi va qo'shimcha mahsulot vodorod xlorid. Alkanlarning olinishi 4-usul. 4-usulimiz bu gidrolizlash reaksiyasi, ya'ni alyuminiy karbidning gidrolizi. 4-usul. Buni ikki xil holatda mana A variantini ko'ramiz. Alyuminiy karbid plus suv. B varianti ham bor. Alyuminiy karbid plus suvning o'rniga vodorod xloriddan ham foydalanish mumkin. Hop, bunda nima hosil bo'ladi? Birinchi A variantini ko'ramiz. Alyuminiy karbid gidroliz bo'lganda metan va alyuminiy gidroksidi hosil bo'ladi. Mana metan alkanlarning birinchi vakili va alyuminiy gidroksidi hosil bo'ladi. Ana shunday. Reaksiyani tenglab olishimiz kerak. Alyuminiy nechta? 4 ta. Demak, alyuminiy gidroksidni oldiga 4 qo'yamiz. Uglerod nechta? Uglerod 3 ta. Demak, 3 mol metan hosil bo'ladi. Vodorodlarni hisoblaymiz. 3 × 4 12, 3 × 4 12. Demak, umumiy hisobda mahsulotlar tarkibida 12 ga 12 24 ta vodorod bor. Suvning oldiga 12 qo'yadigan bo'lsak, 24 bo'ladi. Kislorod ham shu holatda tenglashadi. Hop, B variantdachi, bunda ham metan hosil bo'ladi. Lekin alyuminiy gidroksidining o'rniga nima chiqadi? Alyuminiy xlorid hosil bo'ladi. Alyuminiy xlorid. Reaksiyani tenglab olamiz. Alyuminiy 4 ta, demak alyuminiy xloridning oldiga 4 qo'yamiz. Uglerod 3 ta, metanning oldiga 3 qo'yamiz. Vodorodni hisoblaymiz. 4 × 3 12 ta, demak 12 mol. Ana xlor ham teng bo'ldi. Mana shu usullar orqali alkanlarni olish mumkin. Lekin mana bu oxirida ko'rgan ikkita usulimiz orqali faqatgina metanni hosil qilsa bo'ladi. Alkanlarni sanoatda olinishini ko'rib chiqamiz. Buni ham ikki xil varianti bor. Kelinglar ko'rib chiqamiz. Demak, sanoat usuli deb yozib qo'yaylik. Sanoat. Buni ham A variant va B variantga ajratib olamiz. Bu usul ikkalasi bir-biriga yaqin. Birinchisida uglerod plus vodorod nikel katalizatorligida 500 gradus Selsiyda amalga oshadi reaksiya. Keyingisi esa is gazi plus vodorod. Katalizator nikel, temperaturi biroz pastroq, 200 gradus Selsiyda amalga oshadi. Birinchisida faqatgina metan hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglab qo'yish kerak. Bu tomonda ikkita vodorod, demak 2 mol vodorod ta'sir ettirganimizda reaksiya teng bo'ladi. Bu yerda gaz ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun yuqoriga strelka ko'rsatib qo'yamiz. Hop, keyingisida esa metan va yana bir qo'shimcha mahsulot suv hosil bo'ladi. Reaksiyani tenglab qo'yish kerak. E'tibor bering, vodorod atomlari soni bu tomonda 4 va 2, ya'ni 6 ta. Mana bu yerga 3 qo'yib qo'yamiz. Mana shunda reaksiyamiz teng holatga keladi. Bu metanni sanoatda olish usuli. Hurmatli o'quvchilar, katalizatorga va temperaturalarga jiddiy e'tibor qaraysiz va mustahkamlab olasiz. Shuning bilan olinishi o'z nihoyasiga yetdi.